Ukrainadagi Ozarbayjon elchixonasiga qasddan hujum qilingan. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Ukrainadagi Ozarbayjon elchixonasi va energetika infratuzilmasiga Rossiya tomonidan qasddan hujum qilinganini aytdi. Bu haqda u Myunxendagi xavfsizlik konferensiyasi doirasidagi panel muhokamasida ma'lum qildi. Uning aytishicha, Ukrainada nafaqat Ozarbayjonning energetika infratuzilmasiga, balki mamlakatning Ukrainadagi elchixonasiga ham 3 marta hujum uyushtirilgan. Birinchi hujumdan so'ng biz buni tasodif deb o'ylagan edik. Shundan so'ng biz rossiyalik hamkasblarimizga Ozarbayjon diplomatik vakolatxonalarining barcha koordinatalarini, jumladan konsullik bo'limi, madaniyat markazimiz va elchixonamiz joylashgan manzillarni taqdim etdik. Shunga qaramay, yana ikkita hujum sodir bo'ldi. Demak, bu Ozarbayjon diplomatik vakolatxonasiga qasddan qilingan hujum edi, deydi Aliyev. Ozarbayjon prezidentining qayd etishicha, Rossiyaning Ukrainadagi Ozarbayjon energetika infratuzilmasi va diplomatik missiyalariga hujumlari masalasi Tashqi ishlar vazirliklari va prezident administratsiyalari darajasida ko'plab muloqotlarda bir necha bor ko'tarilgan. Biz maxsus bayonotlar berdik. Shuningdek, elchi chaqirtirilib, unga diplomatik nota topshirildi. Biz faqat diplomatik yo'l bilan harakat qilamiz, boshqa hech narsa qila olmaymiz. Ozarbayjon hukumati tomonidan barcha zarur diplomatik choralar ko'rildi, deya ta'kidladi u. Prezident Rossiyaning bunday xatti-harakatlari Ozarbayjonga nisbatan nodo'stona munosabat sifatida baholanishi urg'uladi. Eslatib o'tamiz, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev AQShning Donald Trampdan avvalgi ikki ma'muriyati Obama-Bayden hamda Bayden-Blinken davrida Baku va Washington o'rtasidagi munosabatlar kutilgan darajada bo'lmaganini aytgandi.